Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa biz Tojikistonning Qoq markazida, Dushanbe shahrida biz xudo xolasa. Bu videoga bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa aziz tomoshabinlar, gullarni qaranglar. Gullar hamma turidan bor. Nima deyapti? Biz hozir samonini oldimiz aziz tomoshabinlar. Mana ko'ringlar. Samonini oldida. Bu yerda juda ham odam ko'p. Ko'ringlar mana. Musaffo osmonimizga hech qachon ko'z tegmasin. bitta like turib qo'yamiz, xudo xolasa. Ko'ringlar mana. Bu tomonda gullar. Xudo xolasa Tojikiston Bapesh. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa aziz podpischilarimiz. Biz doimo xizmatdamiz sizlar uchun. Qo'llab-quvvatlab turinglar, kanalimizga obuna bo'linglar, like bossangiz esdan chiqmasin. Padil saqirib videoni tarqatib qo'yinglar aziz tomoshabinlar. Doimo sog' salomat bo'linglar, podpischilarimiz Bapesh.